Mehmet Tahir Toğluqning Uyg'urlarda farzand tarbiyasi nomli kitobining davomi. Mikrofon oldida Nurjamol. 13. bab Vafodorlik tarbiyasi. Odamiy bo'lsang demagin odamiy, uninki yo'q xalq g'amidan g'ami. Navoiy. Uyg'ur xalqi qadimdan tartib vafodorlikni ulug' bildi. Shuning uchunmi farzandlarning vafodor o'g'il, vafodor qiz bo'lib jamiyatga chiqish uchun yurak qanini sarf qildi. Vafodorlik tarbiyasi Uyg'urlarning an'anaviy farzand tarbiyasidagi nihoyat muhim halqa. Hozirgi reallik nisbatan aytganda, farzandlarga beriladigan vafodorlik tarbiyasiga texnik ko'ngil bo'lish davr taqozo qilgan muhim ijtimoiy zaruriyat bo'lib qoldi. Chunki bir millatning madaniyatlik millat bo'lishining muhim bir o'lchami ularning haqiqiy ma'nodagi vafodor kishilardan bo'lib chiqishini oldingi shart qildi. Vafosizlik inson haqorat, elga ofat. Hozir kishilar Uyg'ur farzandlari vafot ko'tarilib ketdi. Vafosizlik, sadoqatsizlik avj oldi. Kishilar shaxsiyatchi, manfaatparast bo'lib ketdi. Pulni do'st tutadigan, ozg'in manfaat uchun vijdonni sotadigan kishilar maydonga chiqdi deb qarashmoqda. Haqiqatan ba'zi odamlardan vafodorlikning soyasini ko'rgil bo'lmaydi. Pul uchun do'stlariga xiyonat qiladigan, ota-onasini yuz o'raydigan, elning manfaati bilan qilish kori bo'lmaydigan mas'uliyatsiz, beparvo kishilar ko'payib qoldi. Davrimizda 1000 yil burun Yusuf Hasajib o'z davrining ma'naviy buzilishini suratlab yozgan. Kishilar do'stlik va sadoqatni tark etdi, jafo ustunlikni oldi. Ishonchga yorug'dak vafodor odamlar qisqilib ketdi. Qarindoshlar orasida yaqinlik yiroqlashdi. Yaxshi do'stlar mehribonlikdan kechdi. Kichikda adab yo'q, ulug'da bilim yo'q. Kishilardagi yaqinlik faqat pul uchun bo'ldi. Haqiqat uchun to'g'ri ish qilganlar nadadir amdi? Kishilarning hammasi pulning quli bo'lib qoldi. Kimda kumush bo'lsa, shuning bo'yin egdi. Nazar sol otaga o'g'il otiliq qilur, o'g'il beg bo'lib, ota qul bo'ldi. O'g'il qizlar ota hurmatini tashladi. Qeri degan nom ular uchun haqorat bo'lib qoldi. Tili boshqa, dili boshqa odamlar ko'payib ketdi degandek ahvollarni hozirgi turmushda ochiq ko'rib turibdimiz. Bunda bo'lishidagi sabab nada? Biz farzand tarbiyasida vafodorlik to'g'risidagi ta'lim-tarbiyaga sal qaradik. Bolalar insoniy qimmat bilan vafodorlikning munosabati to'g'risidagi bilishdan mahrum qildi. Vafodorlik tarbiyasida asosiy nuqta bunda ikki ishga qaratilishi kerak. Birinchi, farzandlar elga vafodor bo'lsin. Kim o'z yurtini so'ymasa, u hech nimani so'ymaydi. Bayrun. Uyg'ur xalqida otaning o'g'li bo'lguncha elning o'g'li bo'l, el rozi, xudo rozi deganga o'xshash vafodorlik tarbiyasiga oid maqol tamsillar nihoyat ko'p. Bu tashabbuslar avloddan avlodga davomlashib kelayotgan bir udub. Uyg'ur xalqi eg'iz ijodiyatlarida barliqqa kelgan nurg'ulg'on doston va cho'chaklarning asos ideyasi vafodorlikni asos qildi. Bu Uyg'urlarning vafodorlik tarbiyasiga qanchalik ko'ngil bo'lganligini tushuntirib berdi. Chunki Uyg'urlar har qancha bilimlik bo'lgan bilan vafodor bo'lmasa bekor deb qaraydi. Dana ustozlarning qarashicha vafodorlik tarbiyasini kichikdan boshlash kerak ekan. Bo'libmi bolalar maktabga kirgandan keyin bunda bir qancha tarafdan yetaklash kerak. Birinchi, farzandlar kichikdan boshlabla vatanning, xalqning ulug'ligini haqiqiy tunib yetsin. Uyg'ur xalqi xalq bilan shaxs tuqumini dengiz bilan tomchi suvning munosabatida taqqoslab tushuntirdi. Bir tomchi suv yakka yagona mavjud bo'lib tura olmaydi. Hayotlikni ham saqlab qola olmaydi. Bir tomchi suvning mavjudligi uchun oldingi shart dengiz mangulik hayotlikka ega bo'lish kerak. Bu nuqtani ota-onalarmi to'liq tushunishi ham o'zining elga bo'lgan vafodorlik bilan bolalarga ulgu bo'lish lozim. Ikkinchi, farzandlar vatan xalq oldida o'tashga tegishli majburiyati va burchi borligini his qilsin. Chunki har bir vatandishini mushu zaminla boqidi, vatandala o'zining haqiqiy qadr-qimmatini topa oladi. Har bir odam xalqli emas, balki bu zamin uchun, vatanning havosi uchun qarzdor. Uchinchi, elning gullanishi, baxt saodati har bir shaxsning baxti bilan zich bog'lanib ketgan. Vatanning taqdiri, xalqning istiqboli amaliyotda har bir shaxsning baxti va istiqboli degan so'z. Vatan uchun boshqa turmagan odam, vatanning taqdirini o'ylamagan odam o'ziga mansub emas. Unda odamni bejirim odam degilim bo'lmaydi. Insoniyat dunyosida barliq kelgan eng ulug'vor odamlar va buyuk bahadurliklar vatanning taqdiri uchun bo'lgan kurash davomida barliq kelgan. 4. Ota-onalar bu nuqtani tunib yetgandan keyinla farzandlar uchun vafodorlik tarbiyasi berish uchun dastlabki asosini salolaydi. Bolalar vatanning ulug'ligi va kollektivning kuch-qudratini tunsin. Ular maktabga kirgandan keyin maktabini so'ydigan, sinf kollektivini so'ydigan, sinf kollektivining shon-sharaf uchun tirishadigan yaxshi ismini odatlantirish kerak.
Farzandlar azroq uqumga ega bo'lib, vatan haqidagi tushunchani qabul qila oladigan bo'lgandan keyin tuvandagi mazmunlarda nasihat qilib turish lozim. Nasihatdan namuna: Balam, odam bu dunyoda xalq bilan birga yashaydi, vatan tuprog'ida yashaydi, vatanning havosidan nafaslanadi. Mushu vatanning gullab yashnisi sening baxtingning kapolati. Sen hargiz yashashdagi maqsadni yeb ichish uchun deb qarama. Yeyish uchun yashash seni insonlikdan mahrum qildi. Sen haqiqiy ma'nodagi odam bo'lishni izlaydigansan. Vatan uchun, xalq uchun yaramli odam bo'lishni maqsad qilishing kerak. Elni so'ymasang, elga ko'ymasang, elning taqdiri uchun o'zingni pido qilmasang, emitgan sutimga rozi emasman. Sen o'zingning taqdirini va baxtingni elning taqdiri va baxtidan tilasang, el sana illiq bag'rini keng ochadi. Menmi sendan faxrlanaman, sutimga rozi bo'laman. Agar elga vafosizlik qilsang, o'zingni hargiz mening farzandim deb qarama. Bu vatanning haqdasi deb hisoblama. Sen shuni tushundingki, elning baxti sening baxting, elning baxtsizligi sening baxtsizliging. Har qanday cho'ng mahrumlikdanmi elning nazaridan tushib qilishdan ortiq mahrumlik bo'lmaydi. Balam, yaxshi o'qib yaramli odam bo'lsang, el orasida yuzing yo'ruq bo'ldi. Odam degan o'ziga, elga yuz kela oladigan bo'lish kerak. Yaramsiz odam bo'lib qolsang, el oldida yerga qarab qolasan. Biz sen uchun mangulik to'rik bo'la olmaymiz. Albatta, sening uchun mangulik to'rik. Har qachon xalqning oldida qimmating o'rning bo'lsin. Yuqorqi mazmundagi nasihatlardan boshqa kishilik turmush sahnasimi farzandlarga vafodorlik tarbiyasi berishning eng yaxshi qomus bo'la oladi. Masalan, kishilik turmushdagi har turli odamlarning har xil qismatlari bilan uchrashib turamiz. Ba'zilar elga vafosizlik qilib, vatanga osiylik qilib, xalq oldida, vatan oldida mangu yo'g'isiz holda yuzi qora bo'ldi. Ba'zilar yaramsizlikdan el orasida hech qanday e'tiborga va o'ringa erisholmaydi. Ba'zilar bo'lsa hayotlik uchun kurash davomida ajoyib zo'r tirishchiliklarni ko'rsatib, ilm fanda yuqori kamolat yaratib jamiyatning olqishiga erishadi. Shan-sharaf munbirida xalq uning ko'ksiga gullarni taqaydi. Demak, bolalarga jamiyatning yuqorqidagi o'xshashmagan qismatga ega bo'lgan kishilarning taqdirini selishtirma qilish orqali ularning qalb to'rida vatandan iborat bu cho'ng oilaning qanchalik buyukligi, el uchun yashash, el uchun tuhfa yaratishning qanchalik ulug'vor ish ekanligidan iborat aqidani cho'nqur o'rnatish lozim. Buningdan boshqa ularga tariximizda o'tgan ulug' peshvolarimizning avlodma-avlod el qalbida yodlanib kelishining sababi, ularning elning manfaati uchun yashab, elning manfaati uchun o'lganligidan ekanligi, shunla ular mangulik qadr-qimmat ega bo'la olganligi, ular mangulik qadrlanish arziydiganligini tunutish lozim. Bu xil amaliy misollar orqali farzandlarga elning ulug'ligini tunutishga, ularning vujudida elning yuksak obrazini tiklashga foydali bo'lgan yaxshi unumga erishgan bo'ldi. Ikkinchi, oilaga bo'lgan vafodorlik tarbiyasi. Beshingni pido ayla ota qoshiga, jismingni qalbida ona boshiga. Navoiy. Farzandlarni oilaga va ota-onaga vafodor qilib tarbiyalashmi har bir oila uchun ko'ngil bilishga tegishli muhim masalalarning biri. Farzandlarning vafosiz yoki vafodor bo'lib chiqishi oila tarbiyasining yaxshi yomonlik bilan zich munosabatlik. Yana biri farzandlarning insofini sinaydigan eng muhim girtishi. Ota-onalarning qalbini har qanday azobmi vafosiz farzandlardek zida qila olmaydi. Shunga ota-onalar oldi bilan kech kunduz farzandning insofiga duo qildi. Balzak shundoq degan: "Izzat hurmat ota va onani, shuningdek bolalarni qo'g'dab turg'uchi pasibondir. U ota-onani kulfat va g'amdan, bolalarni bo'lsa vijdon azobidan qutuldirdi." Unda bo'lsa farzandlarning oilasiga bo'lgan vafodorligini qanday yetildirish kerak? Farzandlardagi vafodorlikning yetilishi ko'p taraflama omillarga bog'liq bo'lsa-mu, eng muhimi yanala ota-onalarning o'ziga berib taqildi. Ota-onalarning tabiatidagi mehribonlik, vafodorlik, kuyimchanlikning qanday bo'lishi farzandlarning tabiatiga cho'nqur iz soldi. Kishilik turmushdagi nihoyat nurg'un tajriba saboqlar bu nuqtani isbotlash uchun asos bo'ldi. Danishmanlar vafodorlik tarbiyasini oldi bilan o'zidan boshlashni o'tirib qo'ygan. Hamid Ziyoyev Baxtlik bo'lay desangiz degan ibratlik hikoyalarni to'plagan kitobida vafodorlik tarbiyasini farzandlar qo'rsaqdagi chog'dan boshlash to'g'risidagi tashabbusini va misollarni o'tirib qo'ygan. Ayollar o'zaro kuyinishi, vafodorligi, muhabbat kuchaygan payti tug'ilgan bolaning tabiatida otaga bo'lgan mehribonlik kuchli bo'ladi va uni qadrlaydi. Bu vaqtda bunda bir misolni olaylik. Burun bir juft er-xotin inoq ittifoq va bir-birini nihoyat suyib yurgan mezgilda ulardan bir qizi tug'ilgan ekan. Biroq ma'lum sababdan keyin dadasi boshqa ayolga o'ylanib oilasini tashlab ketibdi. Ona bilan qiz kishilarning xizmatini qilib aran-aran kun o'tkazibdi. Vaqtning o'tishi bilan qiz dadasini sog'inib kasal bo'lib qopti.
Kasalning sababini aniqlagan tabib uningdan so'rabdi. Dadangiz sizni tashlab ketibdi. Sizlardan hech bir xabar olmabdi. Ko'p vaqt och-yalang'och qolibsiz. Shunchalar vafosiz dadani sig'inishingizning sababi nima? Qiz: Dadamning qilgan ishidan nafratlanganim rost, lekin uni ko'rib qolsam dilim yayrab, ko'nglim ichilib, xushalligimdan yer jahonga sig'may ketaman. Shu kuni xotirjam huzurimni buqlayman. Uzoq vaqt ko'rmasam yuragim cho'g' bo'lib kuyidi, debdi. Buningga o'xshash voqea ikki o'g'li bor bir oilada yuz bergan. Bu ikki o'g'il boshqa erkak tegib ketgan onasining bevafoligidan norozi bo'lsa-mu, lekin uning didorini ko'rmasa va birdan mungdashmasa, o'zlarini qo'ydigan joy topolmay qilishidi ekan. Uningdan boshqa ota-onasi bu vaqt chog'ida tashlab ketgan. Boshqalar paplab cho'ng qilgan bolalar cho'ng bo'lib quramiga yetganda, sening ota-onang boshqa degan gapni anglab qolsalar, darhol beqib olgan ota-onasidan sovib, o'z ota-onasini tepish qo'yiga tushidi. Bu nima uchun? Ular o'z ota-onalarini ko'rmagan-ku. Buningda ashu nasl dunyoga kelgan mezgil muhim rol o'ynagan bo'lishi mumkin. U bolalar balkim ota-onalari oshiq-mashq chog'larda tug'ilgan. Bunda tug'ma sig'inish, ruhiy izlanish va taqatsizlikni har qanday og'ir sharoit, judolik butunlay yo'q qila olmaydi. Mehrsiz, ishq-muhabbatsiz tug'ilgan farzandlar garchi ota-onasining bag'rida bayashotlik ichida yashasa-mu, ota-onalariga mehribonlik qilishni, g'amxo'rlik qilishni va ularni hurmat qilishni bilmaydi. Ularning ashaddiyraqlari yoki haromdan bo'lib qolganlar bo'lsa, o'tni adabsizliklari yoki yerginishlik qilmishlari bilan ota-onasini o'tib tashlaydi. Bu xil tug'ma naslga tortish qonuniyati yana boshqa nurg'un taraflarda o'xshashmagan darajada rol o'ynashi tabiiy ahvol. Biroq buni biz ko'p hollarda ro'shan sezib olmaymiz. Birinchi, ota-onalar o'zi ulga va namuna bo'lishi kerak. Vafodorlik tarbiyasida ulgida kuchli rol o'ynaydigan hech qanday vosita yo'q. Shunga Uyg'urlarda ota-onangga qilsang balangdan qaytadi degan gap bor. Bu salbiy tarafnimi, ijobiy tarafnimi o'z ichiga oldi. Bu mazmunni ifodalaydigan bunday bir mashhur rivoyatmi bor. Burungi zamonda odamlar nihoyat uzun umr ko'radigan. Hatto ularning so'nggi kirishib, go'shi qechib, nihoyat kichiklab ketganligidan qo'shiqliqqa silib qo'yarkanmish. Bir kishining dadasi shunday qirib o'z g'ajidan qat'iy chiqilmaydigan ahvolga tushib qopti. Shunga bolalar uchun dadasini beqish eg'ir to'xtabdi va barbara zirkibdi. Bir kuni farzandning ko'ngliga jin kiribdi-da, dadasini yuydigan paytda daryo tashlab o'tib xalos bo'ldi. Yillar o'tib u odamga qiribdi va dadasining ahvoliga tushib qopti. Endi uning o'g'limi dadasidan zirkibdi. Umu dadasini daryo tashlab o'tib xalos bo'lmoq bo'pti. Dadasini yudib daryoga qarab mengibdi. Bir yer kelganda hiliq odam o'g'liga shunday degidak: "Balam, sen meni dal mush yerga tashlab o'tgin. Menmi dadamni daryoning mush yeriga tashlab o'tgan edim", debdi. Dadasining bu gapi balaga qattiq ta'sir qilibdi va qilgan ishiga pushaymon qilib dadasini yana qaytarib akapti va umrining oxirigacha yaxshi kutibdi. Bu garchi rivoyat bo'lsa-mu, turmushning qonuniyatimi dal shundoq. Jafo urqini chechib, hargizmi rahat usulini olg'il bo'lmaydi. Siz ota-onangizga vafosizlik qilib, qon yig'iltayotgan chaqda, bolangiz shaksiz "Ha, ish shundoq bo'ldigan o'xshaydi" deb tushundi. Shunga farzandlarning vafodorligi sizlarning vafodorliginglardan boshlandi. Oilaga, ota-onasiga vafodor bo'la olgan bola ondan elga vafodor bo'la oladi. Shunga ko'nalar ota-onasiga vafo qilmagan boladan qandami xalqqa vafo kelsin deydi. Buningdan Uyg'ur xalqi oilasiga vafodor bolalar elga vafodor bo'ladi, elga vafodor bola ham oilasiga vafodor bo'ladi deb qaraydiganlik chiqadi. Ta'lim-tarbiya usulida "Balam, uyga kuyun, bizni hurmatla, biz seni beqib cho'ng qildik, tuzkorlik qilma, bizning ajrimizni qaytaradigan javobim mushumu" degandek so'zlar bilan nasihat qilgan bo'lmaydi. Bu intayin passiv usul. Bunday qilganda farzandlarning vafodorligi faqat ota-onasining qarzini qaytarish uchun qilingan zo'riqish bo'lib qolmamdi. Eng muhimi oilada o'zaro kuyunish, o'zaro chunqur mehr-muhabbat o'rnatilishi kerak. Ba'zi bolalarning vafosizlik qilishiga ota-onalar o'zi sabab bo'lib qoldi. Masalan, Uyg'ur xalqining sanduqdan chiqqan vasiyatnoma degan bir cho'chki bor. Uningda bir dadaning 3 o'g'li bor ekan. Dada bo'lg'ichi bolalarga bo'lgan mehribonligi sababli aldirab-saldirab bor besotini bolalarga miros qilib, ulashtirib beribdi. Shuningdan keyin ota angushtlarni qo'ldan chiqarib qo'yibdi. Bolalar bir-biriga ittirishib dadasiga qarag'al olmabdi. Bari vaslidan ayrilgan dada muhtojlik va zorlik ichida turmush o'tkazishga boshlabdi. Keyin og'ir kasal bo'lib qopti. Bolalar yana dadasining ahvolidan xabar olishni xohlamabdi. Bir kuni bu ahvolni uqqan yurtchongi buvayning uyiga kelib, buvayning bolalarining vafosizlik qilib dadasini tashlab o'tganligini uqibdi. Yurtchongi bu ishni qanday hal qilish haqida o'ylab, ko'ngliga bir aql kelibdi. Buvay bilan maslahatlashib olgandan keyin o'g'illarini chaqirtibdi. O'g'illar kelgandan keyin buvay yanidagi bir sanduqni olib, yurt beshiga topshirib,
Mening eng oxirgi qilgan bisotim mush edi. Ko'zim yumilgandan keyin qaysi bilan vafodorlik ko'rsatsa, shuningga ko'proq berarsizlar. Qilgan gapni vasiyatnoma bitib, sanduq silib qo'ydim debdi. Shuningdan keyin bu o'g'illar dadasining yanida parvonadek aylanib, "Heli biri men uyga elib ketaman" desa, "Heli biri men elib ketaman" deb talashib baqadigan bo'pti. Shunday qilib bir necha vaqt yaxshi kutilgan boy oxir bu dunyo bilan xo'shlashibdi. Butun jamoat o'limga yig'ilgan chaqda heliqi yurt kattasi jamoat e'lon qilib sanduqni ochibdi. Jamoat sanduqda hech qanday xazina yo'q, faqat bir parcha xat yozilgan qog'oz borligini ko'ribdi. Yurt kattasi qog'ozdagi xatni o'qibdi. Kimki o'zi hayot turib mol-mulklarini bolalarga miros qilib bersa, o'zi xo'rliqda qoladi. Buni anglagan jamoat heliqi vafosiz bolalarga g'azab nafrat bilan tikilibdi. Bolalar el jamoat orasida numus qopdi. Xalqimiz orasida bunday tajriba-saboqlar intayin ko'p. Ota-onalar har qachon farzandlariga bo'lgan kontrollik kuchini ojizlashtirib qo'ymaslik kerak. Siz boy bo'ling yoki nomrod bo'ling, bolalar har qanday ishda sizlardan maslahat so'raydigan, har qanday cho'ng ishlarni qilsa sizlarni beshi turg'izadigan bo'lsin. Bo'lsa iqtisodiy kontrollik intayin muhim. Uyg'urlarda bir ota 10 bolani boqadi, 10 bola bir otini boqolmaydi degan gap bor. Yana men kuyarman balamga, balam kuyar balasiga degan gap bor. Qadimgi bir shoir bu xil ahvolni muhokama qilib, Adem alayhissalomning balasi bor, dadasi yo'q edi. U shunga balalarga qaragan, shuningdan bu odat odam bo'lib qolgan deb qaraydi ekan. Yo'q, ota-onasini unutgan odam o'zining yorilishiga sabab bo'lg'uchini unutgan bo'ldi. Faqat hayvonlarla cho'ng bo'lib olib ota-onasini tonimaydi. Ikkinchi, qadimdan kelayotgan bir odat va an'ana shuki, o'g'il farzandning ota-onasini beqish, ota-onasining holidan xabar olish mas'uliyati yuqori. Shunga oilaga bo'lgan vafodorlik majburiyati o'g'illarning ustiga ko'proq tushidi. Lekin ko'plagan bolalar uy o'choqliq bo'lgandan keyin vafo ahdini buzadi. Buning tubki sababi nada? Eng muhim masala kelin bo'lg'uchi qizni yaxshi tanlamaganlikda. Ba'zi oilalar shunday beshamki, hasinkom ochiq, omuti tatliq degandek, erini yaxshi ko'rgan, uyiga kuyingan bo'lib oldi-da, o'g'ilning ota-onasiga qilishga tegishli vafodorlik mas'uliyatiga yo'l qo'ymaydi. O'zining urug' tuqqanlari kelsa, qozonda kajkuj, pajpuj, yigitning uyidagilar kelsa, ikki orasida g'aj-g'uj urush patlaydi. Bu xil ijtimoiy ahvollar san'at shaklida sahnaga chiqarilib tanqid qilindi. Shundadimi jamiyatda bu xil nachar ahvollar xilal umumyuzlik mavjud. Bu bir tarafdan ba'zi ayollarning nachar xarakteridan kelib chiqsa, yana ba'zilari o'g'illarning xarakterining bo'shliqi, ayoliga tomir tutqizib qo'yganligining ifodasi. Ko'nlarda bunday bir yumor bor ekan. Tevib tomirni bilakdan tutdi, xotin kishi yurakdan tutdi. Kichik bola pozisiyadan tutdi. Demak, er bo'lsin, ayol bo'lsin, bir-birining haq ishlarini qo'llash majburiyati bor. Nahaq ishlarga yo'l qo'ymaslik haqqi bor. Ota-onalarga bo'lgan vafodorlikqa yo'l qo'ymagan ermu, ayolmu eng fazilatsiz odam bo'lib hisoblandi. Vafodorlik masalasida ota-onalarni xotirjamsizlantiradigan ham ansirtadigan muhim bir ish bor. U bo'lsa-mu farzandlarning o'zaro inoq va ittifoq bo'lib o'tish masalasidir. Uyg'ur xalqining aqidasida inoq oilaga barakat yog'idi, inoqsizlik ofat va falokat keltirdi degan tushuncha bor. Buning haqiqat ekanligini ota-onalar obdan tushundi. Bunda bo'lsa ba'zi oilalarda farzandlar o'rtasida nima uchun o'tkir ziddiyat yuz berdi? Bir-biri bilan chiqisholmay o'zaro dushmanlashib qoldi. Ba'zi oilalarda bo'lsa shunchalik inoq yashab o'rtaq manfaat, bir niyatlik va hamdamlik bilan oilaning chirig'ini yaxshi yuritadi. Oila bundan o'xshashmagan ikki xil ahvolning yuz berishini keltirib chiqarishda oila tarbiyasi yana muhim rol o'ynaydi. Buning tubki sababi ikki nuqtaga berib yotadi. Biri, agar farzandlar shaxsiyatchilik va manfaatparastlik odatlanib qolgan bo'lsa, unda farzand jamiyat uchun zo'r ziyonlarni silishning ofati bo'lib qolmay, oila inoqligining buzilishi, o'rtaq manfaatning va oila bir gavdasining buzg'unchilikqa uchrashining asos bo'lib qoldi. Shuni e'tirof qilamizki, kishilik turmushdagi kichik majralardan tartib cho'ng urushlargacha bo'lgan o'tkir to'qinishlarning tubki sababi dal shu manfaat munosabatiga chetildi. Yusuf Xasojib munda bir so'zni aytgan: "O'chi manfaatni demasa, o'g'il chiqmay uyda qiriydi." Shuningdek, barliq insonlarning tirishchanliklari oxirgi hisobda yanala shu manfaat masalasini negiz qildi. Unda bo'lsa biz farzandlarning o'rtaq manfaat ko'z qarashini qanday yetildirishimiz kerak? Bu vaqtda Uyg'urlarda qadimdan tartib izchil davomlashib kelayotgan, hammasiga o'rtaq bo'lgan oddiy bir haqiqat bor. Yana bir tal cho'kini sundirish o'ng'ay, 3 cho'kini birlashtirsa, sundirish tasga tushadi. Bu haqiqat Uyg'ur xalqining O'g'uzxondan tartib davomlashib kelayotgan farzand tarbiyasidagi eng xarakterlik bo'lgan ulug' san'atining biri.
Bu haqiqatni bolalarga kichik chog'dan tartib singdirish va amaliy misollar bilan e'tirof qildirishimiz kerak. Yana biri, farzandlarga shaxsiyatchilik, manfaatparastlikning odamni vijdondan, g'ururdan va insoniy fazilatdan mahrum qiladigan yomon kasallik ekanligini tushuntirish, qarindoshlar orasidagi o'rtaq manfaat, o'zaro mehr-muhabbatning har qanday manfaatdan qimmatli ekanligini amaliy misollar orqali ogohlantirib turish lozim. Jamiyatda shaxsiyatchilik va manfaatparastlik bilan farzandlar orasida yotlashish paydo bo'ldi. Oila iqtisodini buzg'unchilikqa va vayronchilikqa uchratgan farzandlarimiz ozmi? Bir yoqadan bosh, bir yondan qo'l chiqarib, o'rtaq tirishib bir-birining dardiga darmon bo'lib, qilgan ishlarini qo'llab-quvvatlab, gullab yashnayotgan farzandlar ozmi? Farzandlar shuni tushunsinki, pul manfaat birdamlik, qarindoshlik, mehr-muhabbat mangulik bo'ldi. Ota-onalardan qolsa dunyodagi hech qanday bir odam qarindoshlardek bir-biriga kuyimlik, mehribon va jon qoqadigan bo'lmaydi. Ularga kichik manfaat uchun eng qimmatli boyliqlarni setib o'tish eng chong aqlsizlik va mahrumlik ekanligini e'tirof qildirish lozim. Farzandlarning o'zaro vafodorligiga ta'sir yetkazadigan yana bir omil adovatxo'r va fitnaxo'rlarning orasida gap to'shib, farzandlar orasiga ziddiyat urug'ini chachqanligidan paydo bo'ldi. Farzandlar orasidagi mehr-muhabbatni, inoqlikni buzadigan yana bir muhim tajriba saboq bor. U bo'lsa-mu, ota-onalar farzandlarga hargiz ikki xil muomala va ikki xil ko'z qarash bilan qaramaslik lozim. Bir bolani e'tiborlab amroqlik qilish, yana biriga ancha amroqlik qilmaslik bolalar orasida adovat o'tini tutashtiradigan muhim bir sabab bo'lib qoldi. Bu vaqtda tarixda ota-onalarga nihoyat yaxshi saboq bo'lgandek darajada tajribalar bor. Masalan, Qisasul Anbiya degan asarda bayon qilinishicha, Yaqub alayhissalomning 4 farzandi bor edi. Kenjisining ismi Yusuf edi. Yaqub alayhissalom Yusufga bakrak amroqlik qiladi. Qolgan bolalarga ancha amroqlik qilmaydi. Shunmi Yusufning akalari ukisi Yusufga adovat saqlaydi. Bu xil adovat keyin tarqiy qilib, oxir ular vafosizlik yo'lini tutib Yusufni ko'zda yo'qotishni maslahatlashdi. Shuni bilan Yusufni elib chiqib quduqqa tashlab, dadasiga bo'ri yeb ketdi deb ma'lum qilishdi. Yusufni karvonlar qutuldirib olganda, bu bizning qo'limiz edi deb pichak yarmoq setib, Yaqub alayhissalomni 40 yil farzand firoqida kuydirdi. Ota-onalar bu tajriba saboqlarni unutib qolmasligi kerak. Nasihatdan namuna. Balalarım, İslamlarda bolsunki, sizler bir qeyrindan tug'ildinglar, bir onani emib cho'ng bo'ldinglar, bir nonni tang talashib o'sdinglar. Buloq va kari suyi daryo suyiga qo'shilmasdan va avrat suvlarga aralashmasdan burun nihoyat shirin va lazzatli bo'ldi. Daryo va avrat suvlarga qo'shilgandan keyin uning avvalgi shirinligidan umid kutgul bo'lmaydi. Balalarım, hargizmi yomon niyatlarning gapiga ishinib, qarindoshlik mehriga ta'sir yetkazmanglar. Bir-biringlarga hargiz ziyon soladigan xiyolni ko'nglingizga keltirmanglar. Yomon niyatli bo'lsanglar, niyatni yomon qilib, barliq vaslidan ayrilgan bir tuqqanlardek ahvolga qoldigan ish bo'ldi. Qir daloda yashaydigan bir turkning 2 o'g'li bor ekan. Ota-onasi vafot bo'lib, bu 2 bola yetim qoldi. Sahroda turmay shaharga kelibdi. Ular kelgan shahar daryo bo'yida ekan. Cho'ng o'g'il shahar kezib, savdogarchilik qilishga havas qildi ekan. Bir qancha zaman shahar aylanib yuribdi. Oxiri urug' tuqqanlarni ko'rish uchun qaytib kelibdi. U inisining shaharda savdogarchilik qilib yurib, cho'ng savdogarlardan bo'lib qolganligini ko'ribdi. Inisi shaharda hayvatlik saroylarni bino qildirgan ekan. Cho'ng o'g'il o'zi bilan o'zi kengash qilib, inim hayvatlik saroylarni bino qildiribdi. Lekin u boshqa shaharlarga ketishni ixtiyor qilsa, bu saroylarni bil elib ketilmaydi. Men kiyim ustiga bir saroy bino qildiray. Qayerga ketmek bo'lsam, elib ketishim mumkin bo'lsin. Munda saroyimning barligini hamma xaloyiq bilsin. Shuhratim olamga yayilsin debdi. U kiyimining munda zo'r binoni ko'tarolmaydiganligini bilmabdi. Kusiga ham maslahat solmabdi. Oxiri u kiyim ustiga saroy bino qildiribdi. Saroy bitgandan keyin kiyimi daryo tarafga ravon bo'libdi va bir oz mangandan keyin suvga cho'kib g'arq bo'libdi. Barliq mol-mulki qo'lidan chiqib ketibdi. Niyatning yomon bo'lishi, hasadxo'rlik va shaxsiyatchilik uni oshunda cho'ng mahrumlik so'rab kiribdi. Balam, jamiyat degan bir cho'ng daraxt. Tuqqan degan shu daraxtning shoxlari. Ko'nlarda yot degan pulon tugugicha, tuqqan degan o'lgicha degan gap bor. Vaqti kelganda har qancha eski bo'lsa-mu, yana tuqqan asqatadi balam. Shunga tuqqanlarga mehribon, kuyimlik bo'l. Qo'lingdan kelsa ularning dardiga darmon bo'l. Izdisi tuqqan, izdimsi yot degandek, tuqqanlarni yo'qlab, hal ahvolini so'rab turgan. Ko'nglini chekib qo'ydigan ishni qilib qo'yma. Tuqqanlarning ranjimigi bek o'ng'ay, ko'nglini olmoq bek tez. Tuqqanlar degan o'limda yig'lab berishga lozim emas, balki hayotlikda sen bilan o'rtaq kulib, o'zaro g'amini yeb, bir-birini yo'lashsa, ondan tuqqanlik haqqini ado qilgan bo'ldi. Hammamiz o'lib ketamiz. Bolalarimiz bizdan keyin qoldi. Ularga barliq urug' tuqqanlarni obdan tunutib qo'yg'uliq.
Ana cəmiyyətləri kimlər, dada cəmiyyətləri kimlər, quda tuqqanları kimlər, onu yaxşı bilgülük. Sen hiç bolmaganda 7 avlod yıldızını sanab berəlaydigan bolışın kerak. Özünün əcdadını unutuşmu vəfasızlıq buldu balam. Uyg'urlarda farzand tarbiyasi nomli kitobning 13 bobining to'liq mazmuni o'qib tugatildi. Davomi davomli qo'zg'olonlar bo'ldi.